Demak, milliy sertifikat sovg'alaridan yana bir masalani ko'rib chiqamiz. Masalada aytilganki, mana shunaqa idishda ikkita shar bir-biri bilan mahkamlangan ip orqali bog'lab qo'yilgan va mana shunaqa holatda muvozanatda turibdi. Bizga aytilganki, berilganlarda sharning hajmi V, ikkala sharning hajmlari teng va uning qiymati 20 santimetr kub. U ham bo'lsa 20 metr kubga teng. Va birinchi sharning zichligini ro degan, ikkinchi sharnikini 4 ro degan. Ya'ni 4 marta katta degan. Va mana bu atrof suyuqlik suv. Endi bizga aytayaptiki, mana shu ikkala jismni bog'lab turuvchi ipdagi taranglik kuchini so'ragan. Mana shu joydagi taranglik kuchini so'ragan. Nima qilamiz biz? Birinchi qiladigan ishimiz mana shu birinchi jismning zichligini topib olish, roni. Birinchi jismning zichligini topib olsam, mana buning massasini topgan bo'laman. Hajm bor, massasini topaman. Arximid kuchlarini bemalol topib olaman. Demak, aytaylik, bu yerda nima ish qilaman? Mana birinchi jismning massasini M1 desam, ikkinchi jismning massasini M2 deyman. Endi birinchi jismning yarmi chiqib turibdi. Mana shuni ham aytib o'tib ketaman. Birinchi jismning yarmi chiqib turibdi. Yuqorida mana bu birinchi jism, mana bu ikkinchi jism. Birinchi jismning yarmi chiqib turibdi. Va mana shuni yana aytib o'tib ketaman. Birinchi jismning yarmi botgan holatda bunga F Arximid 1 ta'sir etadi. Pastdagiga F Arximid 2 ta'sir etadi. Va F Arximid 1 yuqoriga bo'ladi. F Arximid 1 yuqoriga, jismni yuqoriga ko'taraman deydi. Mana bu jismni va pastdagi jismga ham F Arximid ta'sir etadi. F Arximid 2 ta'sir etadi yuqoriga buni. Va taranglik yuqoriga bu yerda. Taranglik yuqoriga. Endi demak, bu yerda M1 massali jismni topib oladigan bo'lsam men, M1 massali jismni topib oladigan bo'lsam, M1 teng bo'ladi ro V ga. Endi M2 ni topib oladigan bo'lsam, 4 ta ro V ga hajmlari teng. Demak, M1 ni M2 ni topib oldim. Endi F Arximid 1 ni topadigan bo'lsam, V ning yarmi botgan dedik. V taqsim 2 ro suyuqlik J. F Arximid 2 ni topadigan bo'lsak, endi bunisi V ro suyuqlik J ga teng. Mana bu qiymatlarimiz ham chiqdi. Massalarini topdik. Endi nima qilaman men? Bu yerda ikkita og'irlik kuchi pastga, M1J ham pastga, M2J ham pastga. Ikkita og'irlik pastga, ikkita Arximid yuqoriga. Shundan men topib olamanki, M1 plus M2 J ni ikkita Arximidga tenglayman. F Arximid 1 plus F Arximid 2. Shu ikkita Arximid kuchi ikkita og'irlikni ko'tarib turibdi, ko'tarib muvozanatda turibdi. Demak, bundan kelib chiqadiki, M1 ni M2 ga qo'shsam, 5 ta ro va J ni berib qoladi. F Arximidlarni qo'shadigan bo'lsam, 3 taqsim 2 V ro suyuqlik J ni berib qoladi. Shunda V lar qisqaradi. Shunda VJ lar qisqaradi. V va J lar qisqaradi. Bundan kelib chiqadiki, ro ni topadigan bo'lsam, 3 taqsim 10
Ro suyuqlik bo'ladi. Suvning zichligi 1000 bo'lsa, demak 3000 ni bo'laman 10 ga. Demak, shu Roning biror jismning zichligi 300 kilogramm taqsim metr kub bo'ladi. 300 kilogramm taqsim metr kub. Endi men mana shu joydagi, demak, Roni topib oldim. Roni topib oldim. Endi taranglikni topmoqchi bo'lsam, nima qilaman? Taranglik kuchim bu yerda og'irlik kuchi pastga, Arximед yuqoriga. Jism pastga cho'kaman deyaptimi? Og'irlik kuchiga qo'shimcha yordam qilyapti taranglikni kamaytirish uchun Arximед kuchi. Og'irlik kuchidan Arximед kuchini ayirib tashlayman. Pastdagi taranglikni topish uchun. Shunda M2J dan ayirib tashlayman F Arximед 2 ni. Shunda M2J miz nima edi? 4 ta Rov J minus V Ro suyuqlik J bo'lib qoladi. Shunda hisoblaydigan bo'lsam 4 300 chiqdi. Zichligimiz Ro ko'paytiruv V 20 10 usti minus 6 ko'paytiruv 10 minus 20 10 usti minus 6 suvning zichligi 1000 ko'paytiruv 10. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak, hop. Yigirma to'rt bitta, ikkita, uchta, to'rtta 0. 10 usti minus 2 minusda 20 10 usti minus 2 bo'lib qolar ekan. 3 ta 0, bitta 0, minus 2 bo'lib qolar ekan. Shunda ayiradigan bo'lsak 4 10 usti minus 2, ya'ni 40 milli Newton bo'lar ekan. To'g'ri hisobladik menimcha.